biz shu kayfiyat bilan yana studiyamizga mehmon taklif qilishimiz kerak. Iqtidorli qizlarimizdan Sevinch Baxtiyorova qizlar ovozi koordinatori har bir jabhada faol bu qizimiz va biz taklif qilmoqchimiz. Marhamat Sevinch. Avvalambor assalomu alaykum. Barchangizga bayram muborak bo'lsin. Mana shunaqa bayram kunlarida sizlar bilan birga ekanligimdan juda ham xursandman. Bu anglatadiki 2024-yil juda ham chiroyli yakun topmoqda. Albatta, to'g'ri aytasiz. Endi mana shu 2024-yil sizning hayotingizda qanday bir o'chmas xotiralar bilan qoldi? To'g'risini aytganda 2024-yil boshqa yillarga qaraganda ancha omadli keldi desam adashmagan bo'laman. Chunki aynan qiz bola bo'lishimizga qaramasdan viloyat hokimi tomonidan taqdirlanganimiz, bundan tashqari o'zimizning kuchimiz bilan o'sha volontyor qizlarni yig'ib mehrli qo'llar aksiyasini o'tkaza olganligimiz, viloyatdagi boshqa qizlar bilan ishlash imkoniyatiga ega bo'lganligimiz, ya'ni viloyat bo'yicha Qizlar ovozi klubi IT va media nashri koordinator etib saylanganligimiz bu juda ham bir quvonchli xabarlar bilan 2024-yilning yakunlanayotganidan bitta isboti desam adashmagan bo'laman. Sevinch, aynan bu jarayon qachon bo'lib o'tgani va siz koordinator sifatida ish boshlaganingizdan so'nggi faoliyatga ham to'xtalib o'tsak. Koordinator sifatida ish boshlaganimga unchalik ko'p bo'lmadi. 2024-yil o'sha 24-oktyabrdan beri faoliyat yurityapmiz. Viloyatdagi o'sha saylov jarayonlari, qizlarni saralash bosqichlari bo'lib o'tdi. O'zimizni o'sha davra suhbatidagi holatlarimizdan keyin saylandik va oktyabr oyidan beri qizlarimiz bilan juda ko'p marotaba uchrashishga muvaffaq bo'ldik. O'sha tumanlarda borib ishlashga, ularning o'sha muammolarini eshitishga va imkon qadar viloyatimizdagi ishchi psixolog ayollarimiz bilan yoki bo'lmasa bandlik bilan birgalikda, hamkorlikda qizlarimizni o'sha kichik muammolariga kichik bir yordamlarimizni ko'rsata oldik degan bo'laman. Qoyil qolsa bo'ladi albatta. Mana shunday xayrli tashabbuslarda qizlarimiz ham faolligi barchamizni birdek quvontiradi. Sevinch, aynan mana shunday tashabbuslarda menimcha har bir yoshimiz, qizlarimiz o'zlari ko'ngilli ravishda mana shu ishlarga qo'l urishyapti va bu orqali o'zlariga ham juda ham bir foydali, ibratli jihatlarni olishyapti. Albatta, bilamizki, volontyorlik harakati hozirda juda ham bir chiroyli harakat hisoblanadi. Bunda kimdir hech qanaqa bir manfaatsiz o'zini mehrlarini ulasha oladi yoki bo'lmasa kichik bir yordamlarni ko'rsata oladi. Bu jarayonda qizlarimizni faol ekanligini ko'rib, bevosita inson faxrlanadi. Chunki o'zlarini o'qishi va boshqa ishlardan tashqari kimnidir ko'nglini olishga, ularni xursand qilishga harakatlarini ko'rib, inson anchagina g'ururlanadi. To'g'ri aytasiz. Shu o'rinda hozir aytyapsiz, ham o'qish, ham ish. O'zingizda ham xuddi shunday talabasiz, shu bilan birgalikda qizlar bilan faol ish olib boryapsiz. Xo'sh, bu qiyinchilik tug'dirmaydimi? Bilamizki, Jizzax davlat pedagogika universiteti viloyatimizda eng katta va eng ko'p talabani bag'riga olgan universitet hisoblanadi va qariyb 50% dan yuqori qismi ayol va qizlarni tashkil qiladi. Shuning uchun ular bilan ishlash jarayoni universitetning o'zida ko'proq amalga oshiriladi. Biz viloyatning koordinatori bo'lganimiz bilan bir qatorda boshqa viloyatdan kelgan qizlarni ham dardlarini eshitib, muammolarini tinglab, ularga imkon qadar yordam berishga harakat qilamiz va o'sha viloyatdagi boshqa boshqarmalar bilan bog'lab berishga harakat qilamiz. Shuning uchun ham universitetimizning o'zi keng qamrovli, har bitta viloyatdan, hattoki Qoraqalpog'iston Respublikasidan kelib o'qiyotgan qizlarimiz bor. Shuning uchun bu jarayonda universitetimning o'zi katta yordam beryapti desam adashmagan bo'laman. Bu keng qamrovda bo'lganligi uchun. Qanday yaxshi, xursand bo'ldim to'g'risi bu jarayonlarda va 2024-yil shunchaki o'tmadi. 2024-yilda yutuqlarga erishildi va oldinga harakat qildi. Qizlarimiz esa har bir jabhada haqiqatan ham faol. Ular orasida siz ham borsiz va siz bilan ham dasturlarimiz orqali uchrashganmiz. Bundan tashqari, aynan tasvirga olish jarayonlarida sizni boshqa yo'nalishlarda ham faoliyatingizni ko'rib xursand bo'lganman. Siz kabi iste'dodli, izlanuvchan qizlarimiz ko'p bo'lishini va 2025-yilda ham xuddi mana shunday qizlarimizni kashf qilishdan charchamasligimizni so'rab qolgan bo'lar edim. Endi oldindagi maqsadlarga ham to'xtalib o'tsak, yil yakunida baribir ko'pchilik qizlarimiz, dugonalarimiz 2025-yilda bajarilishi lozim bo'lgan ishlarni, maqsad va niyatlarni birin-ketin yozib qo'yishadi va buning uchun yil boshidan harakatni boshlashadi. Sizda qanday jarayon? Hozirgi kunda 2025-yil uchun aniq bitta rejamiz bu qizlarni forumini tashkil etish. Bundan tashqari faqatgina o'zimizning viloyatimizda emas, respublika
ya'ni Jizzax tajribasi asosida respublikada qizlar forumini tashkil etish niyatidamiz. Yana bitta joyi ilmiy yo'l. Qizlarimizga faqatgina o'qishga kirgandan keyingi diplom olib bitirib ketishni emas, o'zini avval aytgandek Zulfiya xonim qizlari bor bizda, ularni endi akademik darajasiga olib borish, ilmiy yo'lda qanaqa yo'llarni bosib o'tamiz, o'zim bilan birgalikda o'sha qizlarni ham orqamdan ergashtirish niyatim bor. Faqatgina siz yutuqqa erishib, faqatgina siz olqish olishingiz kerak emas, balki kimgadir o'rgata olsangiz, buni o'zi bitta yutuq. O'zimiz erisha olmaganimiz yoki bo'lmasa biroz bo'lsa ham kechga qolganlarimizni kimgadir o'rgata olsak, bu katta faxr, g'urur, kimnidir erishganini ko'rib o'zingiz ham juda katta bir energiya olasiz, kuchga to'lasiz. Shuni o'zi ham menimcha yetarli bo'ladi. Judayam yaxshi. Xursand bo'ldik to'g'risi. Va sizga ham o'sha har bir suhbatdoshimizga mana shunday so'zlarni aytyapmiz. Axir 2024-yil yakunlanyapti. Har bir insonning qalbida tilaklar bo'ladi. 2025-yil yangi yilimiz kirib kelyapti. Xo'sh, yaqinlaringizga qanday tilaklaringiz bor? Dugonalarimizga aytar so'zingiz bo'lsa? Dugonalarimizga aytadigan so'zimiz doimgidek hech qachon o'zlariga nisbatan ishonchlari so'nmagan holatda harakat qilishini so'ragan bo'lardim. Chunki qizlarimiz agar xohlasa, o'sha biznes ledi bo'lishi mumkin. Agar rostdan istamoqchi bo'lsa, mana shunaqa ajoyib qandolatchi yoki bo'lmasa oshpaz bo'lishi mumkin. Agar xohlasa, ular ham oilada mehribon ona, ham sizlarga o'xshagan juda ham chiroyli bir odamni havasini keltira oladigan qizlar bo'lishi mumkin. Faqatgina harakatdan to'xtamasligini so'ragan bo'lardim. Ilm yo'lida, izlanish yo'lida hech kim hormay, tolmay harakatda davom etishini tilagan bo'lardim. Rahmat Sevinch, mana shu ezgu niyatlaringiz, yaxshi tilaklaringiz hamisha sizga ham hamroh bo'lsin. Bundan-da katta yutuqlarga erishganingizda siz bilan mana shunday suhbatlarda ko'rishish nasib etsin deymiz. Rahmat sizlarga ham, bayram barchaga muborak bo'lsin. Rahmat.